Assalomu alaykum. Bu yana menda qarang. Ahoy, tovuqlarim egiz tug'di-yu. Janjal qilishini qarang. Bugun yana kir yuvyapman deng. Qizlarni maktabga jo'natdim, bolalarni xo'jayinni ishga jo'natdim. Mana dor kir yuvdim-ku mana. Mana bu yoqda yana bor mana. Oxirigacha, bodomgacha. Mana yerda mana xo'jayinning kir algisini yuvyapman, choponni. Suvga qaramang buni. Qishi bilan qora mehnat qilgan, kollejda katelchi bo'lib ishlaydi. Mana to'nni kiyaverib, endi bilmayman qanday ochib olaman. Onani, ayolni Alloh bekorga yaratmaganda. Agar erkaklarimiz ham, bolalarimiz ham bizsiz yasha olmaydi. Lekin erkaklar bo'lmasa bolalar yo'q. Erkaklar bo'lmasa tayoq yo'q, erkaklar bo'lmasa sevgi yo'q. Shularni boriga shukr. Erkakdir, ayoldir, o'g'ildir, qizdir, Allohning yaratganiga ming qatla shukr. Qandaysizlar o'zlaringiz charchamay? Mana uzumlarimizni ildik. Qarang. Shunday qo'l bola qilib uzumga vayish qildim. Onasi deb chaqirib chiqdi. Mana baland qilib ildi. Endi yana o'ssa bu yoqqa qaratib iladi. Mana yerda bir tuf shaftoli mana. Danagidan o'stirib, ekib kattartiryapti xo'jayin. Hovlimiz ochilib qoldi, uylarimiz mana. Eshigini ochib qo'ygan, havo kiratdi. Keyin bodringlarni ko'rsataman, bugun ko'chat qilamiz. Hali davomi bor kirding mana. Katta qizim kelib qolar, 9-sinf bo'lgan katta qizim, Allohga shukr. Xayr, omon bo'ling.